2017-yil Nexia uchun sotiladi, ikkinchi pozitsiya. Kraskasi bir 20-25% chiqadi. Bu yerda bor, oldi orqa butun. 4 ta baloni yangi. Mashinaning holati yaxshi. Buni banki bor. Kapital banki. Kapitaldan banki bor. Oldindan 4 ming so'ralyapti. Oyma-oy 2 million 600 mingdan 2 million 630 mingdan chiqadi. Necha oy qoldi? 60 oyga olingan, 21 oy yoki 20 oy qoldi. 60 oyga olingan, 21 oy qoldi, 40 oy uzibdi. Qolganini hozir mana sotib olishimiz kerak ekan. Mashinani bitta ko'rib ko'ramiz, aylantirib. Salon holatlari, chexol polik, gazon poliklar tashlab qo'yibdi. Mashinaning yirik planda ko'rinishi. Hop, mashinamiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida turibdi. Telefon nomerida opisiyaga qoldirib qo'yamiz, qiziquvchi aloqaga chiqa olasizlar. Variantga ham kelishamiz deyapti. Xullas, maqsad sotish kerak ekan, tezroq sotishim kerak deyapti. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Like tayyorlaylar. Oldindan rahmat.